Partiya Mərkəzi Komiteti Govian e'lon qilgan qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus ko'rishini qanot yoydirish to'g'risidagi uqtirishga ovoz qo'shish uchun filmimizga qora razil tusni olgan kuchlarning yirginishli qiyofatini oshkorlaydigan, shundaqla xalqning turmushiga passiv ta'sir etganlik mazmun o'rinlashtirildi. Yosh o'smirlar va bolalar oila boshlig'ining yetakchiligida ko'ring. Bu filmning tajdorligini Şinjan Abida Biofan Texnika cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Bir yuanga bir bodlika. Abida yalpız lemon ichimligi. Bu filmni Al-Xumar Grim buyumlari cheklik shirkati alohida qo'llagan. Yoshligimizda chochlarimizga esil parvish kerak. Yoshligimizda chochlarimizga esil parvish kerak. Xuddi Al-Xumar 7 yildek. 7 yil zaytun choch yiltizini quvvatlab, chochni paqraq taltal qiladi. Namlik saqlab, elastikligini oshiradi. 7 yil siyodan chochni oziqlantirib, oqirishni tizginlaydi. Tabiiy qaraytib sog'lom qiladi. 7 yil shaptul meg'zi choch yiltizini chingitib, choch tushishni tizginlaydi. Modda almishini yaxshilab, chochni sog'lom qiladi. Al-Xumar 7 yil choch supini. Al-Xumar. Şunaq. Nurg'un hikoyalarning hammasining boshlanishi o'xshash degidek. Meni bir ag'inam bir lobanning mashinasi haydashga tushirib qo'ygan. Va aka, sen xotirjam bo'l. Bu ikkimiz kichkimizning ta tunishimiz. Shunda ishonchligina Kalsimbek otdi. Sen mashina degan vaqtda uni yo'qil deb o'lsang bo'ldi-ku. Hatta bunu da kısmet verelim. Yüzün naqlsiz. Qaramsın ola. Şuna olsun, xizmat geldi. Settirmam. Noja telefondan yalnız çıktı. Tasma? Maktabda bir ishlatib qo'yapman. Da yaxshi. Sen turib ag'il boraylik. Ma'qul. Yüzün naqlsiz. Settirdim naqsiz. Ya bak ya. Ya ana. Ha, buldu. Ben bildim. Beksat buldu ya. Avo, Saranguyga deb qo'y. O'zini so'rab yusun. Sening yuzingni qilmaydigan bo'lsam, allaqachon uni put qo'llarini sundirib yetidim. Hey Polat. Sen shuncha dedim ortiq ishlar aralashmaysan, anglamaysan. Biz mo'jiq o'qimagan. Xizmat tepishmo bizga oson to'xtamadi. Bir ikki kundan keyin men seni boshqaga olib ko'rsatib boqay. Esingda ching tut. Boshqalar bunday kelsa qanday muomala qilsa, sen chidishing kerak. Chunki biz bu shahar musofir. Butun xalqning yurti. Xalqning neni yemak oson emas. Xalqning tishi tekil bo'lmaydi.
Del, shuning mushigipi man xili vaqt ta'sir qildi. Mushundaq ba'zi bir anglamoqqa maqal tamsildek bilinadigan gaplar kishining esida qolsa, nurg'un ishlariga ta'sir qildi. Qilsa sen? Ha? İşte bilemse bilmemse bu qanday quyğuning bor? Nereden kelgan sen ya? Ha? Bu tishit barsan qo? İşlememse? Ha? 來忘掉錯對，來懷念過去，曾共度患難日子總有樂趣，不相信會絕望，不感覺到躊躇，在美夢裏競爭，每日拼命進取，奔波的風雨裏，不羈的醒與醉，所有故事像要發生跳舞。 Ya Türkiye barsan bu arak ne ya? Ya közak bağımıyorsun ki ya, ne kadar atlas ya? Ya muşincik işini kamlaştıramaz ya, arakını koyamaz ya. Aga ula, yani cevapsızsan bu, yani özel biraz kılsan bu. İşini bağımıyor mu ya seninki ya? Pul verip şırtıvatmıyor seni mi ya da? Şisa yakışlıysan mı da? Nimkarın sana kalk bile, ha özün işini kılıverz boldu bu. Tuz koysan mı da arak ne ya? Şokal bana. Ben de gözüm göremem var.曾共度患難日子總有樂趣，不相信會絕 Esingda 望， chang tut, 不感覺 boshqalar 到 bunday 躊 qilsa 躇， qanday 在 muomala 美 qilsa 夢裏競爭， chidishing 每日 kerak. 拼命進取， Chunki 奔 biz 波 bu 的 shahar 風雨 musoqlar 裏，不羈的醒與醉，所有故事 Haqning 像 yemək 已發 oson 生 emas. 漂泊歲月 Haqni 裏， tisherdek 風 bo'lmaydi. 吹過已靜下，將心意再還誰，讓眼淚已帶走。潮水。Baran, wah mana? Oldu bayana ya. Talimiz yok geçme. Yaman gösterelim geçme. Bilazım. Sen neymiş kupiri safkam ya da ne kufturi vermek girsen sen domil koy badigna mı ya da bana çıkamam ya. Şubba ma bu. Kayıt oynayın ya.從一起風中上路，盡可並肩改變命途。問為什麼終改不了運數？命運是否真的需要絕對這麼做？真友好，難復配合腳步。從今起孤單上路，要找哪方不看地圖。現在什麼都不想有回報。命運若果真想逼我罵我太驕傲，同學高呼如何做到最好？眼淚向着冷風掃，揮灑滿我路途。但你知不知，今天狂哭，我繼續醉倒。我願你知道，風請替我代勞，心卻直高。儘管我渴望你亦聽未到。
Ama şimdi bu sürülüp gitti. Ha? Vay bayan. Maşın bu sürülüp gitti. Ya bu ben de qara siz kelgan vaqtingizdan keyin boshqadan kelmagan bu yerga boshqa survoga o'xshaysiz. Ey! Ben sence qasddan chatoq chiqargan odam o'xshatamdan. Ha? Ey! Ben sana deb qo'yay. Mening ma choyxonada ishgan bir vaqt chiyimning puli. Sening miya turib topgan bir oylik maoshingni ustim. Bilamsan shuni? Bildingmi? Siz xafaman, men unday demoqchi emas. Ben sana deb qo'yay, bilamsan shuni? Ben de Bildingmi? men sizga unday demoqchi men yo'laman. Xafaman, men yo'laman. Ey, sen to'xtab bo'ldingmi? Ha, tushunib qaldingizmi? sen to'xtab tur. Sen to'xtab tur. Tata qulog'ini tata. Men Chiqilma. Sen yo'laysiz. Chiqilma. Yap, Chiqilma. Ey! Yapa. Ey! Sen nima qilyapsan sen? Bu kim o bilamsan? Bu degan bizning choyxonamizning eng chong xaridori. Mana, yurib qila mana. 望天空星星陨落，旋滑雪得一個信號。問為什麼不早些去預告？命運若果真想逼我罵我太驕傲，同學高呼如何做到最好？眼淚向着冷風從揮灑滿我路途，但你知不知今天狂哭，我繼續醉倒。我願你知道，風請替我代勞，心卻直高，儘管我渴望你亦聽未到。眼淚向着冷風從揮灑滿我路途，但你知不知今天狂哭，我繼續醉倒。我願你知道，風請替我代勞，心卻直高，儘管我渴望你亦聽未到。Oilamdagilarning xushalliqi meni to'xtamay izlanishga undaydi. Xushbiroq hidlarga to'yingan ne'mat qulaylik qahvasi charchagan ruhimga sagaklik, jismimga rohatlik beg'ishlab, yiroq safarlarda menga jam bo'lgandagi baxt nasib. Ne'mat qulaylik qahvasi izlanish davomida menga hamroh. Ne'mat qulaylik qahvasi. Aldığındaki o hizmetlerin hamısını benim dostlarımız oluşturgan. Ma'lum sebepler tüpeyilden ben uzak işleyemedim. O dostumdum ayrıldım. Keyin özüm fırsat izledim. Bu şehirdeki sayfasından küçükken bir tezciler gelip meyveyi satmakçı oldum. Sizning mundaqmi o'tmishingiz bor, ha?
azon bermamsiz? Oğlum o azam bergen 8 mo'lchab berayman. Nishga men bundan tushirib bergan? Savol qilishmak istagansiz javob. Turani javob beray. Mashinasi beshib kesib beray. Kimoslar? Ya. Kimga vaqiratsa? Kimoslar? Kimse ama bazanı kalayım kalksın dedi. Kimse ama bazanlarsın töven tutarsın dedi ya. Üzümni men uchun qana sotqibga üzüm sotma buni. Ey, ma qayda uçluğa çıksan qil qara. Qilolmay qolsangiz yo'qolmamsiz. Ha? Bak kimni bilemsin? Men bir jatuni Va qilsam. tat qilsan qo'y. Nimishdan gap olayım Ha, dedi. pap qilsan qo'y ana. Mani. Mavo miyega yenkegan. Bu yana qaysi bilmaydi. Sen bilmamsiz? Men ügütey buni qaydi. Degan xafa bo'lmay ketib turanglar. Men ügütey. Qara. Manıgan qaydini yaxshi o'rgatdigina. Yema saralıqqa yaxshi darsini birini berib qo'y. Obdan bilsin. Jama? Yangla. Yalamda. Bulda. Ana. O'zinglarni bilib yurish ya. Anlashib da ketmaslar. Mening ismim Mirdan. Men qashin do'kon ochaman. Sen kim bo'lsa? Bu bolalarning hammasi yo'ldan odami. Bu bozorda amshlarni degan hisob. Eng yaxshisi bu bolani chiqtirmaydi. Şöyle bu balonu açışta kılmaydı o. Geldi. Ha, akıllı iş o. Bizim sakçı ma'lum qildingmi? Va soqchiq ma'lum qilib bilishganki yo'qolishmadi seviyada. Ey, shunga qaraganda qaydini esa qilmaydigan o'xshaysa degina. Bugunchi qara, shu qaydini biz uqtirib qo'ydi.眼裏看着冷風從揮灑滿我路途，你知不知今天狂空，我繼續醉倒，我與你知道，風請替我代勞，心卻直高，儘管我渴望你亦聽未到。在風裏，彷彿想不起再面對。流浪日子，你在伴隨，有緣再聚。 Bir şehirning bir kunda istismol qiladigan sekuktat mevchilarining cheki bo'ladi. Toplam nisbatan aytganda soat 4-5 dan burun sekuktatlarni setatmasa, tushdan keyin borganda rangi o'zgarib, bahasi merim chiqib qoldi.
Agar biz bir mashin maldan ziyon tatsak, 20 kun ishlab topgan nomus yo'q bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu savdoning qiyin xatari pek cho'ng. Şuna ma'lum bir kishilar o'ttirib chiqib, bozorni monopol qiladi. Bir shaharning bir kunda ko'ktat ismonlik miqdori 30 tonna bo'lsa, bular hargiz 25 tonna ortiq mal kirmaydi. Bozorni hargiz qondirmaydi. Mushtaq qandalar kunlik mal kun setib, bahosini muqim tutqiladi. Sizning degan yo'lbos deganlarmi? To'g'ri. Sen qiyin kelding. Sen qoida bilmay, malni chiq akirib, bozorga bonim qalam qalashtirsan, ular uzunmaydi. Emin sen demakchi, men xatolashdimmi? Anda deganimmi? Emas. Amaliyotda ko'pchilik ularni boshda ro'z qo'llagan. Qoida boyada hammadan tam pul topalaydi. Lekin bu 2 yildan buyon yo'ldan odamlar adidan pek ishib ketdi. Jimning bahosini ustirib oldi, tag'on kontrol qilib oldi, hatto to'yin buni egallab oldi. Ko'pchilik buning rozi bo'lsa-mu, hech kim buning qarshi chiqolmadi. Petnamaydi. Sizlar ularni soqchimalik qilsanlarmamda? Sencha rastlashishni bilmay ekansan. Oq ter bo'lsa qarjimat bo'lalamda. Unda qanimiz ochiqimiz ishimiz o'tib yuraveramda. Chidoyli, bizga odat qilib qora. Bizni qo'simiz to'yislan bo'ldi. Turmushga ham shundoq nochiqda ahamiyati bor. Yo'q. Yo'q. Men chidamayman. Men chidasam, haslat texim tashishi yordi. Askilar texim askilchi yordi. Ularni yaxshidan bog'lib qo'ymagan ekan. Men askilishib, ularni jazolaydigan Alloh sig'aydi. Qaraganda bu halqiliq vaqt o'xshaydi-a. Hozir sizning kayfiyatingizda o'zgarish bo'lishga boshladi. Afsus. Men ayni vaqtida xato bir davr tug'ilib qolibdi ekanman. Men birinchi qatim soqchilarga ma'lum qilgan vaqtimda soqchilarmi meni tutgandek ularni bichit qilgan bo'lsa, balki men hozir cho'ng bir meva savdogariga aylanib qilishim mumkin edi. Andinchu qanday bo'ldi? Amaliyotda qat'iy amalım yo'q emas. Bozorda yo'lbosqa norozi bo'lganlar bekchiq. Ammo ular emas. Lekin butun bozorning mol tushirishni ko'tarib olgan madkalar ular xilil ittifoq. Uning ustiga odamlarim chiq. Men sizni ularning lavdasi bilan paranchilarga tunishtirib qo'yay.
Akam, Polat kaptı. Biz pulni oson topmaymiz. Cemiyetlik işlarımı aralashqimiz yo'q. Lekin yo'lbars buyerdagi ko'targan pullarni bek o'stirib oldi. Bizmi jon boqmasak bo'lmaydi. Menda odam bor. Yana bir muncha do'konchilarmi mening yuzimni qiladi. Lekin yo'lbars tartibsiz yo'qolmasa bizni yana avar qildi. Sen yo'lbarsni yıqtalsan, qog'ozni menga tashlab bersang bo'ladi. Unda olsa uni tomoq chaqirlar. Ko'targan ishdan pul olishimiz deb. Uni o'zim joylayman. Undan keyin sen bundan keyin ko'targan pullarni to'lamsan bo'ldi. Eğer sen onu joylaysan, sen loda. Yo'lbarsni sen yo'qotsan, sen olsun bo'lsa. Sevgili görsem ekşip girşemse, tutturşam şeyde. Hocam nimda qabi? Siz uni urib o'ltirib qo'yishdan qo'rqmadingizmi? Ben aynı vaqt hech o'ylashmagan. Faqat shu necha yil tortgan jabbalarimning ochiqini olay deb o'ldim. To'g'ri? Boshqalarning orqadan hujum qilish, nati pasish. Men pushaymon qildim. Biroq u chog'da mening hech narsam qolmagan. Hech qanday chiqish yo'lim qolmagan. Shuning uchun men past, razil odamlarga texidimi past, razil usul bilan taqobil turishni to'g'ri ko'rdim. Yo'lbarsdan futbollarni men chiqardim.路上未同伴到底，何必稱兄算弟？若命運未全部放低， Yolvaz, özünde vakıflıya başçıya gitti. Onun tan tonsuz adamları emsi pısırıp ötüp gitti. Hazır cemiyette emmisini Polat olsun dağıtıda. Polat olsun haka. Polat olsun? He. Bu tek işlerindeki hem de başımızı.若是任由
Aka, hamsi bizning barchamiz bundan keyin son qoldi. Ko'proq otadarchilik qilib qo'ygan. 問他便停步。朋友情意，隨意去説太容易。ishqa asoni birlashma joying jumotdan. Bundan keyin ben bana hesap. Köprek addaşı klaslı. Bugünden başlap pul qarz alsanglar bir haftagacha üstüm elinmaydi. Şaman yavrum. Polatka, mavi eski mashinani saydab o'ynasang, so'zlaringda menga bir ulush yeb qo'ysang, topsa, topayli aka. Sen mablag' solsam bo'ladimi? Buldu? Pul olsamışlık pul oldu. Pul olsam tapılı. Birden yığlayam. Sen bunun keyin so'dog' mas'ul ol. Ben maşını saydab o'yna. Çatayoq aka. Sizga eng yaxshi choyni tayyorlab qo'ydim. Bundan keyin ma o'rinni faqat Po'lat akangni da elib qo'ysa, tushundingmi? Hech kim mashina to'qishib bo'lmaydi. Shuna qilib men sizlarning nazaringlarda alvastıga aylandim. Qor jamiyatining katveşiga aylandim. Axırda Bunu bir şey kaldı. Aslida Po'lat Do'song degan laqab shunday kelibdi ekanda. Har asiliqi Yo'lbos degan odam shunaqla ketib qoldimi? Undan keyin kelib sizdan o'ychanmadimi? Siz nəhayət aqıllı ekansiz. Kendi Yo'lbos meni izlab keldi. Lekin buni nurg'a odamlar o'qimaydi. Onunla mungdashdiq, bir kecha aroq ichdik. Omo o'zining beshini o'tkazishdan menga tepadi. Yaxshi ag'illardan bo'lib qoldik. Amaliyot Yo'lbosmi nəhayət jafokash bir odam ekandiq. Sizlar og'inib qoldinglar. Bu ham yaxshi bo'pti. Agarda Po'latni vusun qilgan Yo'lbos bo'lsa, Yo'lbosni Yo'lbos qilgan bir ayol ekandiq. Apa işkini içem. Balını olsun kör olay. Apa! Altın günü körenmedim. Balını olsun kör gülü koyun 10 dakikadan işkini içem. Endi çok nevremni körmen deb ham xiyol qilma. Qizimni mi azoblab sen o'tarding. Endi bo'lsin nevremni jiroq tug'in. Altıngül! Altıngül sana yüzgelenmeyme! Sana mehke yüzgelenmeyme Altıngül! Ben nime diyen ekmek! Ben nime diyen ekmek! Aslanka! Ben gapirishni pek bilib ketmayman aka. Ketgan odamning kendidan ketib bo'lmaydi o'qra. Sabr qil aka. Arslan, endi bu dünyada yok. Arslan kim olup, Yo'lbos bo'lib qaytib keladi. O holda da gap qildim. Xo'p aka. Ketaylik. Yurach ketdi. Şəhərinin g'arbadagi sayfifasini qo'limga olgandan keyin
Bana qancha bola tug'dirgan sana bilirsan. Oldu. Kapısı gap koyga uğradı. Qaysi bular? Polat kapço, Polat olsun. Polat olsun. Tamamlık bir şey gap çay içiyor. Ular bilmez bu şurunu maxsus şunu yap koyga. Nima o? Vuson degan qanday laqab qo'yish bu? Ko'klat bazirma bu. Ularning lodasining ismi Yo'lvas. Shuningdek bu Vuson degani uning jajisini beribdi-ku. Andin Yo'lvas boshqa shaharga ketib qolibdi. Shundan keyin bu nima jamiyatda Yo'lvasning adibini bergan Vuson deb laqab qo'yibdi-ku. Yo'lbaş? Tanıyman men uni. O eg'ir yarinib doktorxonada yotgan vaqtida men berib yo'qlagan. Seni kim bunday qilyapti desam, o beshini lanishtirib turib, chidig'ani chiqargan Jahonga bu deb qat'iy deb bermagan. Nişe kıyafetten. Nime? Yo'llaskan? Yo'llaskan? Ama namert emas. Bu qavaldek bunaman. Bilemsen şimdi? Sen de geldin Kofka. Aynı vaxtda Yo'lvasning to'yini buzsa iloga emasmi? Bu vaqtida men ishning oqibatini o'ylashmaydim. Kichikdim. Sen xil yoshlar kirding bu. Ishning oqibatini o'ylashib chiqsam ularga. Ben Cüret Loben. Bizdek cemiyet yashaydiganlar her zaman sirtib o'lib ketishimiz mumkin. Biz boshqalar qanday muomala qilgan bo'lsak, bir kun shunga o'xshab kun qilish tayyorligimiz bor.